Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun ro'parasi 25-aprel, juma barchamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa bugun ro'parasi 88 yutuq egalarini demak birgalikda aniqlab olamiz. Demak 87 va 88 yutuq egalari. Hurmatli jamoadagilar, o'yin tartibi o'sha oddiy 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijozning telefon raqamini alohida mana shu qutiga joylab boramiz. Haftada bir marta, juma kunlari, oyda 4 marta. Demak, har bitta jumada ikkita baxtli raqamga ikkita maishiy texnikani demak taqdim qilamiz xudo xolasa. Bundan tashqari oz muddatlar qoldi. Qurbon hayiti kuni demak bizda super o'yin, bitta smart televizorni 5-smart televizorni taqdim qilamiz. Demak, o'yin tartibi 500 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijoz telefon raqamini alohida o'sha qutichamizga joylab boryapmiz. Xudo xolasa o'sha qurbon hayitida bitta baxtli raqamga bitta smart televizorni taqdim qilamiz. Hurmatli jamoadagilar, bugungi o'yinimizni boshlaymiz. Hammaga omad. Demak, bugun ikkita baxtli raqam 87 va 88 raqamlarni aniqlab olamiz. Xo'p. Hurmatli jamoadagilar, Xo'p, 90lik 534 2509. Muhammad Behruzbek 90lik 534 2509. Muhammad Behruzbek degan akamiz 87-yutuqni qo'lga kiritdi. Xudo xolasa, demak, bu akamizni yutuq bilan tabriklab qolamiz. Demak, yana bir vaqtning o'zida 88-yutuq egasini demak aniqlab olamiz. Yana bitta baxtli raqam. Xudo xolasa. Keyingi raqamimiz 93lik 482 0211 raqami. Azamatjon. Hurmatli jamoadagilar, demak 88-yutuq egasi Azamatjon akamizga nasib qildi. Xudo xolasa, demak, hurmatli jamoadagilar, keyingi hafta juma kuni mana shu joyda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.